Aslida bizni mana shu yashab turgan sayyoramiz ham yer emas, suv deb atalishi kerak. Chunki asosiy qismi 3dan 2 qismi bu suvdan, undan ko'proq. Ozgina qismi yerdan, o'sha Xitoy ana ulardan iborat. Keyin hatto suv haqida gapirganda ham suvni mana bizaga shu vohalarda, vodiylarda yashaydigan, shahar va qishloqlarda yashaydiganlarni yerdagi suv suvni bo'lganingizda bir 2-3% to'g'ri kelar ekan. Qolgani 97% suv bu o'sha dunyo umonlarida, okean va dengizlarda ekanda. Albatta suv haqida gapirganda shu bizning hayotimizni hamma tartibi, yashashimiz, mohiyati aks etgan o'sha Qur'oni Karimdagi juda ko'p suralarda, o'sha Baqara surasida, ayniqsa Yunus surasida Allohning shu insonga qaratib aytgan suvni, shu hayotning mohiyati, uni biz hayotni shu suv ustida qurdik degan hikmatlari bor-da. Demak, hayotimiz suv ustida qurilgan ekan, bu suv bilan. Bu faqat inson emas, butun mavjudot, Alloh yaratgan mavjudot borki, hammasini tirikligi suv bilan. Faqat suv bilan. Ba'zan e'tibor beradigan mana bahor kelsa, ko'karib, yashnab, gullab turadigan daraxtlar va bog'lar, qishda uxlaydigan daraxtlarni ham o'sha tanasida, vujudida o'sha biza ko'rib turadigan, bizadagi qon tomirlari suv daryolariga o'xshasa, ularni ham tanasida suv bilan. Keyin sharq falsafasi bor. Ya'ni sharq falsafasi hayotimizni bizaga tushuntiradigan, uni mohiyatini bizaga anglatadigan bir sharq falsafasida juda ko'p bog'larimiz, faylasuf bog'larimiz deyarli hammasi Ibn Sino bo'ladimi, suvni sog'liq bilan bog'liq jihatlari, hayot bilan bog'liq jihatlar, Farobiyda, boshqasida deyarli hammasida u matematika bilan shug'ullanadimi? U o'sha biz bilamiz-ku, Al-Farg'oniylar haqidagi, Al-Xorazmiylar haqida gapirganda mana bu fanlarni asoschisi deymiz. Go'yo bir suvga bog'lanmaydi, aslida hammasi suv bilan bog'langan. Chunki suv bu hayot. O'sha 4 unsur deganda o'sha birinchi navbatda suv, yer, ya'ni tuproq, havo va olov. Bular shunchaki aytilgan unsurlar emas. Bularning har birida o'sha bog'larimizdan kelayotgan, Qur'oni Karimdan kelayotgan hikmatlar bor. Ya'ni suv bu bizni yaratganga bo'lgan muhabbatimizni ifodasi. Ko'proq sharq she'riyatida, masalan, eng mashhuri Fuzuliy bobomizni suv haqidagi qasidasi bor. O'sha Hazrati Rasulullohga, Allohga bo'lgan muhabbatini o'sha suv qasidasi orqali ifodalagan. Kamdan kam mana suvga, bevosita suvga bag'ishlangan ash'or. Bu o'zbek tiliga ham tarjima bo'lgan. Bu endi Fuzuliy deyarli tarjimasiz anglashiladigan, tushunadigan shoir. Birinchi suv bo'lsa, ikkinchi yer. Mana yashab turgan yerimiz. Bu bizga berilgan sabr, toqat haqida ishora beriladi. Havo, bu ham shu Allohning bergan bir imkoniyatlari, Allohning bergan bizlarga hayot uchun, bizning ravnaqimiz uchun berilgan bir in'omi deymizmi? Va otash ko'pincha hamisha bizni hayotimizga qarab bizni nima kutadi? Masalan, otash bizlarni doim do'zax borligini eslatib turuvchi narsa. Keyin yana bitta suv bilan bog'liq, endi men ko'proq tarix bilan, she'riy adabiyotdan tashqari tarix bilan dunyodagi hamma tamaddunlar, sivilizatsiyalar faqat suv bor joyda paydo bo'lgan. Hammasi. Mana bu o'sha Mesopotamiya, Shumer davlatlari davrida o'zimizdagi nomini tilga olgan bobolarimiz rivojlangan, ravnaq topgan paytdagi tamaddunlar hammasi mana shu. Kim Mesopotamiya degan atamada ham uni o'zagida suv ma'nosi bor. Mana bizning Movaroun Nahar deyiladi. Movaroun Nahar ham daryodan narida, ya'ni
Amudaryodan naridagi mamlakat. Mana Xitoy, Chin sivilizatsiyasi ham o'sha ikki daryo oralig'ida, hamma yerda. U bitta Nil bilan bog'liq. Deyarli o'sha Afrika qit'asini rivoji, arab davlatlarining rivoji Nil bilan bog'liq. Nil bilan u hayotni o'sha suv bor joyda hayot mavjud bo'ladi. Mana shu Nil bilan eslaganda ham albatta yana bu ovozni eslayman. O'sha suvga tejashga ham xizmat qiladigan dunyodagi insoniyat tarixidagi birinchi suvni o'lchash inshootini ham Al-Farg'oniy o'sha Nil daryosida o'sha arab o'sha paytdagi xalifani iltimosi, topshirig'i bilan insoniyat tarixidagi birinchi o'sha Nil daryosidagi suvni ko'tarilishi, pasayishi, shuni nazorat qiluvchi inshootni qurgan. Uni o'sha internetdagi suratlari hali ham bor. O'sha inshoot hali ham saqlanadi muzey sifatida. Ya'ni u ham suvni ko'tarilishi, pasayishi bu ertangi dehqonchilikni, inson o'sha yerda yashayotgan aholini hayoti bilan bog'liq bo'lgani uchun juda muhim inshootlardan biri hisoblanadi. Inshootga qarab suv kamayib borayotgan bo'lsa, hayot tarzini o'zgartirish, o'sha xalifani buyruqlari chiqqan. Suvni kamroq ishlatinglar, suvni nazoratchilari paydo bo'lgan. Mana hammasi biz bolalikdan bilamiz, o'sha mirob deyiladi. Amiri obda suvchi. Bizlar bolaligimizda u paytda ariqlardan suv ichadigan paytlar bo'lgan. O'sha so'nggi ariqlardan keyin ariqlar deyarli qishloqlardan yo'qolib, asosan suv quvurlarini ichiga bo'ldi. Suv butun g'arb falsafasida, sharq falsafasida baribir hayot va qisqagina go'yo bir juda ham sodda hikmatlar bor-da. Suv hamma narsadir degan buyuk hikmat. Buni buyukligini faqat chuqur o'yga tolganingizdan keyin, uni ahamiyatini bilganingizdan keyin tushuna boshlaysiz-da. Hatto masalan, dushman ham sizni yengmoqchi bo'lsa, birinchi sizni suvdan mahrum qilmoqchi bo'ladi. Mana rus bosqini paytida ham Samarqandni olgan rus qo'shini Buxoro Ziraboloqgacha borib olgan, u yog'ini olmagan. Nima uchun? Suv. Buxoroga boradigan suv Samarqanddan o'tadi. Agar gapga kirmasa, suvni bo'g'gan, ta'zim bilan yugurib kelishgan. Bu faqat tarix paytida emas, butun insoniyat tarixini deyarli hamma qismida, hammasida suv bilan bog'liq. Mana Toshkentni Chor Rossiyasi olganda ham eng asosiy omil o'sha Toshkent qulashiga sababchilardan biri ruslar, o'sha yerdagi mahalliy bir hamisha xiyonatchi odamlar bo'lgan. Shularni bunday ko'rsatish bilan Toshkentga kiradigan suvni to'sishgan. Bu suvni hayot, demak, jang qilib vatanni himoya qilib turgan paytda baribir suvsiz endi uzoqqa bormaydi-yu, sabr, toqat baribir. O'sha ma'noda suvni ahamiyati tariximizda bu hamisha muhim rol o'ynaganda, bizning ota-bobolarimiz suvni qadri haqida, onalarimiz hamisha suvga bo'lgan o'sha oddiy suvga tupurma deganda ham bu hammasi tagida hikmat bor. Lekin suv ko'p bo'lgani uchunmi, ba'zan o'shaning qadrsizlanishi ham kuzatganmiz. Mana Orol fojiasi, mana bu haqda ko'p she'rlar yozganman. Oroldek bir hayot manbai bo'lgan. Bu faqat suv emas-da, Orolning boshqa vazifalari borligini bizlar buni sal ozgina o'ylagan odamlar nega hayotimizni himoyachisi bo'lganini faqat suv to'la manba bo'lgani bilan emas. Masalan, hozirgi ob-havoni zaharlanishi ham shu bilan ozgina bog'liqligini mana tasavvur qiling. Orol dengizi bo'lgan. Orolda katta suv bor joyda parlanish bor. O'sha parlanish mana bu dengiz taraflardan keladigan bulutlarni ko'tarib, mana sahrolar ustidan ko'tarib, bizani vodiylarga o'tkazgan. Endi suv kamayib, parlanish kam bo'lgandan keyin bulutlar o'sha yerda tushib qolavergan. Suvlar o'sha yerda tushib, bizaga yetib kelishi.
Bu hammasi bevosita inson hayotiga omili, insonni hayoti baribir bevosita suv bilan. Uni ba'zan o'sha eski gaplarni esladik, mana suhbatni boshida ham boya bu gaplarni oldin o'sha ba'zan xalqimizda o'sha yo'qolgan pichoqni sopi oltindan, toki bir narsani yo'qotib qo'ymaguncha biz uni qadriga yetmaymiz. Bugun suvni qadrlash, suvni tejash faqat O'zbekistonda emas, mana shu bizning shu yon atrofidagi mamlakatlar deyarli hammasida bu hayot, mamot, kelajagimiz bilan bog'liq bo'ladi. Agar biz hozirgi suvga bo'lgan munosabatimiz shunday davom etsa, bir oqib yotgan oddiy bu suvni tejash degani ya'ni oddiy o'zimizni uyimizda, yashab turgan xonamizda, o'sha xonadonimizda suvni tejashdan, oqib turgan jo'mrakni bekitib qo'yishdan boshlashimiz, yuvinayotganda, cho'milayotganda, yuzimizni yuvayotganda suvni sharillatib oqib, bu oddiy gaplar. Lekin shuni bilishimiz kerakki, biz bu suvni mana kelajakda tug'iladigan nabiralarimni, chevaralarimni, evaralarimni haqini oqizyapman. Har bittamiz shuni bilishimiz kerak. Bizlarga bobolarimiz saqlab kelgan suvni biz bobolardan tuhfa oldik va hozirgi munosabatimiz bilan bolalarimiz oldida qarzimiz borki, shu suvni yetkazishimiz kerak. Ularning oldidagi burchimiz. Har bir ishda, u qayerda bo'lmasin, mana shu narsaga hayotimizda har qadamida suvga bo'lgan munosabatni to'g'ri tushuntirib, ayniqsa bolalarimizga, farzandlarimizga ham, chunki avlodlar almashyapti. Bu shu bolalar o'gitini berishimiz kerak. Qayerda suv tugasa, hayot tugaydi. Yana bitta fojia, men o'zim bevosita kuzatadim. Men Samarqandlikman, Samarqandning tarixini kuzataman. Samarqand haqidagi qadimiy kitoblarda o'sha Cho'pon ota bor, Samarqand ot yonida katta tepalik, tarixiy tepalik, o'sha Samariya kitobida yozilganda o'sha yuzlab, minglab buloqlar bo'lgan. Afsuski, mana zamonlar o'tib o'sha buloqlar deyarli hammasi quridi. Buloqlar qurigandan keyin shahar ichidagi daraxtlar quriy boshladi. Bizlar buni o'ylamaymizda, 9 qavatli uylar qurishyapti. Shaharni 1 millionlik shaharga aylantiramiz degan bir noto'g'ri tasavvurlar bilan quruvchilar, ular ertaga o'sha uyni bitsa-yu, pulini ishlasa, bitta uyda o'zida qancha ro'zg'orga suv kerak. O'sha insonni bir tozaligi va sog'lig'i uchun qancha suv kerak. Bular Samarqandda suv kiradigan faqat bitta manba. Zarafshondan boshqa manba yo'q. Boya aytganimdek, ruslar ham bekorga Buxoroga boradigan shu oldin keyinchalik Sovet paytida Amudaryodan quvurlar tortilib suv olib kelindi. Suv, hamma narsani suv bilan, bolalarimiz kelajagimiz, o'zimizni kelajagimiz, bolalarimizni baxtu saodati suv bilan bog'liq. Bu suv deganda faqat mana bu jo'mrakdan uyimizda, xonadonimizda oqib turgan suv emas, o'sha daryodagi suvlar, boya aytganim o'sha Zarafshondagi suvlar. Ularning hammasi kim tarixni bilsa, shu boya aytganimdek bobolarimizni suvga bo'lgan muhabbati. Navoiy boni nima uchun bosh qahramoni o'sha Farhodi Shirin dostonida suv olib keladi, jasorati, o'zi Farhodning buyuk xizmati, buyuk jasorati tog'dan, toshlarni ichidan shu bir ariq olib kelib, suv olib kelish. Bu shunchaki anavlar emas, bu Navoiy bodi asosiy dostonlarda bu narsa yorqin aks etadi. Boya aytganimdek, hamma tamaddunlar, sivilizatsiyalar, o'sha bizlar bilamiz Shumer davlati eng qadimiy davlat bo'lgan. Aslida Shumer yevropacha talaffuzda, bizda sharqona talaffuzda Shamar. O'sha qahramoni, o'sha paytdagi eng insoniyat tarixidagi birinchi dostonlar Gilgamesh haqida, xuddi mana Alpomish, Kuntug'mishga qofiyadosh ism va bekorga shu qandaydir turklarga ham
aloqadorligi aytilib keladi. Olimlar tomonidan uni rad etadiganlar ham bor va buni to'g'riligini isbotlaydiganlar ham bor. O'sha paytdagi dostonlarda ham suv xudosi. Eng qizig'i o'sha suv xudosini nomida ham o'sha suv degan bor. Suv bilan tarixni faqat endi men baribir ko'pincha suv haqida gapirganda ham tarixga bo'lgan qiziqish tufayli tarixga ketib qolaveraman. Mana o'sha o'zimizni turkiylarni yurti Oltoy tomonlarida Enasoy. Nima uchun Enasoy? U onaday. Ona bu farzandiga qanday o'zini mehrini, muhabbatini tortiq qilsa, u hayotni olib kelgani uchun ham Enasoy deymiz. Yoki o'sha Ob daryosi bor, biz hozir ruscha talaffuzda aytamiz, uni daryoni nomi o'zi aslida Aba. Aba degani opa deymiz. O'sha vodiyning bir joylarida otani ham Aba deyishadi. Ikkita daryo Katun bilan Bi daryosi birlashib Aba bo'ladi. Uni hozir ruscha Ob deyishadi. O'sha Aba degani katta degani. Mana Abakan degan, ya'ni u yerda har qadamda xalqimizni tarixi suv bilan bog'liq deyarli hamma atamalar. O'sha daryolarning nomlarida shunchaki daryoning nomi shunchaki qo'yilmagan. Har bittasi mana qadimiy Amudaryoning nomi Gerodot necha ming bizdan oldingi necha ming yillar oldin bizning tariximizni yozgan Gerodotning kitobida ham Amudaryoni Oks deydi. Biz Oks ekan, nima ekan deb ketaveramiz. Aslida bu o'kuz. Bizlar ko'p so'zlarimiz buzib ovuzni, ana hovuz so'zi ham o'zi hovuz deymiz, o'zi turkchada, o'zbekchada o'zi ovuz deyilmaydi. Bu hovuch so'zidan paydo bo'lgan. Hovuchda suv tutib turgan, bu ham hayot manbai deyarli hamma Samarqand mahallalarida, deyarli Toshkent ham, Qo'qon ham, hamma shaharlarning tarixiga qarasangiz, har bir mahallani hovuzi bo'lgan. O'sha mahalla o'sha hovuzning atrofida shakllangan. Shu insonga birinchi navbatda havo, uni ham qadriga yetmaymiz. Mana Toshkentni ob-havosini zaharlanishini ko'rib turibsiz. Har kuni ertalab birinchi qiladigan ishim ochamanda qarayman. Ob-havo qanday? Havoni zaharlanish indeksini qarab. Bu hammasi kimni aybi bilan? Insonni, odam zotni o'zini aybi bilan bo'ladi. Buni oxir oqibati o'sha o'zimiz choh qaziyotganmiz, o'sha birovga o'zimiz o'sha chohga yiqilishimizni. Bugun suvni e'zozlamasak, suv bizni tashlab ketishini, bu haqida ham rivoyatlar bor. Suv ham tirik. U tirik, u xotirasi, mana suv haqida yaponlarning butun boshli fani bor. Suv tirik narsa. Suvni jahli ham bor, mehri ham bor. Agar suv agar jahli chiqsa, u shaharlarni vayron etadi. Agar mehrini, agar o'sha noto'g'ri munosabatlarda, u yo'lidagi har qanday to'siqqa u muloyim, yumshoq boradi, to'g'on bo'lsa to'xtab turadi. Lekin uni yo'lini to'saversangiz, u to'g'onlarni ham buzib, vodiylarni buzib tashlaydi. Agar inson o'sha noto'g'ri anovlari bilan. Chunki suvni asrash birlamchi faqat bizning ro'zg'orimiz bilan deb tushunmasligimiz kerak uyim. Bu dehqonchilik bilan. Suvni ochib qo'yib, bemalol suv ko'p ekan deb bemalol ozgina suvni mana bekorga nima tomchilab sug'orish paydo bo'lmagan. Bu bizlarga o'zimizdan emas, o'sha suvni tanqis bo'lgan joylardan, ulardan kirib kelgan. Mana bir qit'alar borki, har yili bir emas, 100 emas, 1000 emas, millionlab odamlar tashnalikdan o'layotgan. O'shalarni mana ko'rsangiz, yosh bolalar suv deb, o'sha ayniqsa Afrika qit'asida bu narsa deyarli har yili suvsizlikdan son sanoqli odamlar o'lishini, bizlar yonimizda ekan deb yuraversak, uni qadriga yetmasak, bu narsa albatta bir kun emas, bir kun nima deydi? Ana u bor.
o'sha eski adabiyot, teatr haqida gapirganda sahnada agar miltiq osib qo'yilgan bo'lsa, demak u voqea qaysi nima haqida, asar nima haqida bo'lmasin, baribir miltiq otiladi deganday. O'sha miltiqdek osilib turibdi bizning hayotimizda o'sha suv muammosi, havo muammosi, ob-havo tozaligi muammosi, bu o'sha miltiqdek turibdi. O'sha bir kun miltiq bizni hayotimizga so'nggi nuqta qo'yishi mumkinligini doim esimizda turishi kerak. Va yana takrorlayman, biz endi bolamizni sevib, bu tabiiy hamma xalqlarda bor, lekin baribir biz ham maqtanamiz, bizarchalik hech kim bolasini yaxshi. Bolamiz sevgak, uni hayotini ertangi bolasini suvini bizlar o'sha yetib borishini hozir o'ylashimiz kerak. Bu o'ylamasak, bu narsa oxir oqibati yaxshi bo'lmaydi deb o'ylayman-da.